Assalomu alaykum, kanalımıza obunachilar, Bindur ikimiz 39 kollejning arkasında ikki kanalli joy chiqdi. Hurmatli obunachilar, bir chetdan tanishib o'tamiz. Shu yangi domda do'konlari bor, hamma joy qulay. Apteka, magazin, transport ham hech qanday muammo yo'q. Parkovka joylari ham bor, eski plosatkalar ham bor. Hurmatli obunachilar, besetkalar ham bor ekan. Endi bog'cha deydi, xususiy bog'cha ekan. Hamma joy qulay. Qani ketdik, bir chetdan tanishib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, 4 qavatli binoning 4-qavatına yetib keldik. Yangi qurilgan binoda 3 xonadonli ekan. Podizlar ham dim akkuratniy, murammorlar, полностью chiroyli remontdan chiqarib qo'yibdilar. Dim fayzli xonadon, aristollarni bilan yangidan qo'yibdilar. Jihozlar bilan sotiladi, xolasangiz jihozsiz sotiladi ekan. Bu yerda gaz, svet, suvdan muammo yo'q. Transport bo'yicha ham umuman muammo yo'q. 13, 28, 19 yurt tutdi. Ishlarimiz damir ish ekan. Hammamizga shuni xayrli, fayzli uylar nasib etsin. Bismillah deb boshlaymiz, xudo xolasa. Giraverish yerimizning prixoshka joyimiz. Prixoshkamiz ham keng, 2 ga 4 ekan. Laminatlar ham yaxshi, sifatli laminatlardan qo'yilgan, ishlarimiz ham zo'r ishlardan qo'yilgan. Ming marta aytgandan bir marta ko'rgan yaxshi, hurmatli obunachilar. Qani boshlaymiz. Bismillah. Giraverish yerimiz umumanliklar qo'yilgan, kafellar urilgan, полностью suvdan muammo yo'q. Bu yerda круглосуточный suv bo'ladi. 3-Ukrayna ya 4-Ukraynada endi soatli emas, 12dan keyin suv bo'lmasligi mumkin. Bu yerda постоянный bo'ladi. Undan tashqari distillangan suv addenni o'tirib qo'ydilar o'zi uchun. Endi avtomatlarimiz addenni har xonamiz uchun addendan qilingan, hurmatli obunachilar. Alohida bir qo'shga joyimizni ko'rib tursiz, plintuslar qo'yilgan. Berimiz oshxonamiz, zalimiz, sanuzelimiz, berimiz spalniy joyimiz ekan, hurmatli obunachilar. Gilamlar döşelib tutdi. Patologimiz gipsokardondan ishlangan, полностью. Natijada patologlar qo'yilgan, o'kaklar yopishtirilib, chiroyli qo'ydilar. Eshiklarimiz ham mening ukrainskiy yaxshi ishlardan qo'yilgan, hurmatli obunachilar. Yuqorini yoqtish uchun bir ochib qo'ydilar, chiroyli bir qolib ketgan, просто lekin yerdan bir chiroyli bir ideyalar qilajak bo'lganlar, mening asvishchalarni qilib qo'ydilar. Bu yerimiz 290 selkan, 287. Uzunasi 560. 2 balkonli, hurmatli obunachilar. Hammamizga shunday yaxshi uylar nasib etsin. Mening kuxniyalarimiz qo'yilgan, полностью Wi-Fi o'tgan. Hamma o'zi qulay qilib qo'ydilar. Endi distillangan suv. Hurmatli obunachilar, yer tutdi. Original xilna turistdan qo'yibdilar ekan. Bu ham kamida 600-700 dollar hozir. Bu yerda kichkina stolcha qo'yibdilar, choy ichmakka. Şkafları, izolyoz perdalari, полностью artel холодильниклari. Bitoylarni olsam bo'laveradi, olmasam bo'laveradi, hurmatli obunachilar. O'zingiz kelishasizlar, promoy egadan bo'ladi, xudo xolasa. Bu yerimiz gaz plita, vitishkalari qo'yilgan, original xili. Kabel, antenna bloklar полностью tashalib o'tilgan. Televizor assangiz bo'ladi, televizor mestasi ekan o'zi. Razvedka ham birdan, ikkidan emas, e'tibor bergan bo'lsangiz, bir 7-8 dana razvedka bor edi kuxnining o'zida. Razvedka kerak, o'zi eng kerak razvedka, hurmatli obunachilar. Bu yerimiz sirkulyatsionni nasozlar qo'yilgan, to'pli pol ekan. Xalasangiz ilib qo'yasiz, xalasangiz kamaytirib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Davleniyasini ko'rib turasiz. Endi konturli kotel, stabilizator, filtr, reduktor hamma o'zi qo'yilgan. Bu yerda gaz sho'tchiklarimiz ham qo'yilgan ekan. Bu yerimiz ayollar uchun o'yinli shkaf. Bu yerimiz balkonimiz. Bu yerimiz xususiy bog'cha bo'ladi ekan, hurmatli obunachilar. Magazinlar teyinda, apteka ham yaqin, Abbos aptekandan kelsangiz ham bo'laveradi. 39 kollejning arkasi hozir med institut bo'ldi. Kimyo biologiya. Bir tarafdan gelsa Savat yolundan gelsangiz ham bo'laveradi. Gök gumbazning arkasi. Eller steshga qilib tutdi. Parkovka joylari bor. Bunday yana bir balkoni, hurmatli obunachilar. Hech qanday muammo yo'q. Center. Chiqdimiz, avtobus, taksi, damas ham yo'q debdi, hurmatli obunachilar. Bir chetdan tanishib o'tamiz, qani ketdik esa. Bu yerimiz zal qismimiz, nar eshiklari qo'yilgan, полностью. Gilamlar döşalgan, yangi ekan gilamlari. Xonamiz razmeri 3.75 ga 5.60 ekan. Lyustralar ham qo'yilgan ekan, hurmatli obunachilar. Konditsioner Immer firma,
radiatorlarimiz sifatli radiatorlardan qo'yilgan. Berimiz yine balkonni aytib o'tganimizdek. Böyle ko'rpachalarni mida-shuyda bajarni oladilar ekan. O'zi bilan gaplashib olaverasizlar bemalol. Kelishilgan holda bo'ladi, hurmatli obunachilar. Berimiz sanuzel. Sanuzelimiz yine dapotalog kafel, patologimiz plastik ekan. Unvonlik, unitaz, avvalon vannalar qo'yilgan. Kir mashina Samsungning yaxshi xilman. Aristoning tozasini qo'yibdilar. 3 yil garantiyasi bor deydi. Kamida 5 yil xizmat etib beradi deydi. Ya'ni tozasini qo'yib beradir. Köplü pol banimizdan hurmatli obunachilar, hech qanday muammo yo'q. Berimiz spalni qismimiz. Spalnimiz 10 sm kitchakan zaldan 2.65 ga 5.60 ekan. Bir devorimiz o'tiblik etilgan ekan. Polni devorni islatib qo'yibdilar, dallamaydi, preslamaydi. Zalus perdelar, polni usti hamma joy qulay qilib qo'yibdilar ekan. Bu yerda polni usti kabellar ham oddiy etib kelingan ekan. Televizor uchun, Wi-Fi uchun polni toshga tasallub o'tilgan. Transportdan muammo yo'q, aytib o'tganimizdek, gaz va suvdan ham muammo yo'q. Maktab bog'cham bir transport, bog'cha oldinda, maktabga bir transport hurmatli obunachilar. 19 minami, 13 minami. Gapning qisqasi, hurmatli obunachilar, narxini keladigan bo'lsak, 550 million so'm jihozlari bilan ayrim jihozlarni olib ketadi. Jihozsiz hurmatli obunachilar 530 million so'm hurmatli obunachilar. Ulgurib qolinglar. Bu 580 deb chiqadi hurmatli obunachilar. Srochniy zudlik bilan sotiladigan bo'lgan uchun sal arzon bo'lib turibdi. Kelsangiz ustunda yana 1-2 so'm qaytib beramiz dedi. Kadastr hujjatlarini polni tayyor. 100%. Doğru notarishda pulingizni beraverasiz. Egasam muomalali odam hurmatli obunachilar. Gelip üstünde gaplashib olaverasiz. Hurmatli obunachilar, keyingi roliklarda görüşünce demek sağ olun, aman bo'lin. Podpisаться qilmaganlar podpisassa qilsin. Like bosishni unutmang. Salomat bo'ling. Keyingi roliklarda